Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Xudo xolasa yana bir ishimizni Andijon viloyati Asaka tumani Olaqonot degan joyda yakunlab oldik. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Albatta yoqqan bo'lsa aziz yurtdoshlar, layklarni mixlab qo'yasizlar. Kimgaki shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, o'ziga jo'natib qo'yaverasizlar. Xizmatlar bo'lsa nomerlarni pastda qoldiramiz. Bemalol murojaat qilinaveradi. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab viloyatlarga albatta kelishilgan holatda. Aziz do'stlar, xudo xolasa videorolikimizni chiroyli qilib, obzor qilib, xudo xolasa tushuntirib o'tamiz. Hamma yo'qda qo'ldan kelganicha albatta layklar bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xo'sh, aziz vatandoshlar, xudo xolasa bu robotxonamiz 4 ga 4. Salkam 4 ga 4, 380 ga 4 metr robotxonamizga mana bunday ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan tunikafonlarimizni qilib berdik. Bir dona kosmos, tashqi navo, atrofiga akrillarimizni yopishtirib, chiroyli ko'rinishga keltirib berdik. Uyda egasi qanday xohlagan bo'lsa, xuddi shunday holatga keltirib joylab berdik, xudo xolasa. O'sha tunikalarimiz qalinligi doimgidek 0.4 qalinlikdagi tunikalar hammasi. Aksiyonlari shikalatga tilla bo'lgan. Bu xonadonimizni tunikalarini har bir kvadratini joyda kvadratiga emas, bu tunika rasxodimizni kvadratiga hisoblanadi. Hamma yo'q akrillarimiz alohida summa, kosmoslarimiz alohida summa. Kosmoslarimiz 1.800.000, akrilni mana shu yerga o'zi yopishishi 1.600.000 ga tayyor bo'ldi. Xo'sh, 1 kvadrati 140.000 so'm tunika rasxodiga. 0.4 qalinlikdagi tunikalar. Bu robotxonamiz chiroyli ko'rinishiga qilib berdik, xudo xolasa. Xo'sh, aziz vatandoshlar, bu o'stirma, ya'ni shapka qismlari uzunligi eni 1.80, uzunligi salkam 29 metr bo'lgan joy. Mana shunday ko'rinishda ichkarini shaxmat, tashqarini mana bunday qilib ko'rinishda qilib berdik. Devor tagi tashqi navo. Tashqari tarafini 90 gradusga qilamiz. Bu tunikalarimiz ham qalinligi 0.4 da, shaxmati ham hamma yo'g'i 0.4 qalinlikda qilib berdik. Bunimiz aksiyonlari mokri tilla aralashgan. Ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Gapirishga jindek chiqayotgan bo'lsa uzr so'raymiz. Qo'ldan kelganicha harakat qilib olib tushuntirib o'tyapmiz. Juda ham go'zal holatda bo'lib bitdi. Chekalarga ham ahamiyat berasizlar, chiroyli qilib o'ziga moslab hamma yo'g'ini qilib berdik. Mana navolarimiz ham har bir ikkita 3 ta tillani orasiga qo'yilgan, chiroyli ko'rinishda lola tillali qilib. Xo'sh, bu gipsakardonlarini ham o'rab berdik. Xorlari tagini qo'ldan kelganicha chiroyli qilib o'ziga moslab hamma yo'g'ini. Hamda mana u tashqari, ya'ni ko'cha qismi shapkalari, turbalarini ham tushirib berdik. Tepadan pastgacha salkam 27,5 metr turba ketdi. Shapkalarimiz ham bu ham 28 metrdan uzunroq. Yana 1 metr bo'lishi kerak. Mana dimoxodlariga ham turbalarni chiroyli qilib tumaloq turba qilib berdik, shikalat rangda. Xo'sh, bu ko'cha qismini ham 0.4 tunikada tayyor bo'lgan. Qoshli fason 90 gradus, devor tagi karnizi, ya'ni tashqi navo bo'lib bo'ldi. Bu ham aksiyonlari shikalatga tilla aralashgan. Tunikamiz doimgidek oq. Xo'sh, yarim qismi kaziroy tagida qolib ketdi. Ko'cha qismlari ham ikkita joydan turba o'rnatib berdik. Bir dona joydan dimoxodini chiqarib, turbalarni qo'yib chiroyli qilib, go'zal holatda qilib egasiga topshirib beryapmiz, xudo xolasa. Xo'sh, aziz vatandoshlar, xudo xolasa mana shunday ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan robotxonamiz hamda ko'cha qismidagi shapkalarimiz hamda
oldi qismidagi shapkalarimiz, o'stirmalarimiz. Bu xonadonimizga общий summa 29 million 740 ming so'mga tayyor bo'ldi. Tunuka foni, kosmosi, akrili hamda mana bunday gipsokardonlarda o'rab berilishi hamma rasxoti ichida bo'lib tayyorlab berdik. Uyda egasidan shu bir mahal obed, qolgan hamma rasxoti o'zimizdan. Tunuka, samaris, kili, reka, nima ketadigan bo'lsa mahsulotni o'z ichimizga olamiz. Xo'sh, aziz vatandoshlar, shu xonadon 29 million 740 ming so'mga arziydimi yo'qmi? Albatta fikrlar bo'lsa kommentariyada qoldirishinglar mumkin, yoki like bosib yoki bez like. Albatta kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa kunda yoki kun orada bir qo'yib o'tishga harakat qilamiz ishlarimizni. Bemalol murojaat qilinaveradi. Xizmatlarimiz, yana qaytaraman, vodiy bo'ylab viloyatlarga kelishadigan hollarda. Yoqqan bo'lsa albatta like'larni mixlab qo'yasizlar. Xizmatlar bo'lsa xizmatinglardamiz. Usta Elyorbek.